Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi savodashlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Huyu madaniyat tarqitchilik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlash huzuringlar sungan Şinjan İmran xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorlikdagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Rahmat. Hammalarga ma'lum, atrofimizga qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan yoshlar o'zining tirishchanligi shundaqla izlanishchanligi orqali nurg'unlagan yaxshi bo'lgan natijalarga erishyapti, kishini suyundiradigan natijalarga erishyapti. Bugungi bu aziz mehmonimiz bo'lsa, yana o'xshashlar o'zining tirishchanligi orqali kishini suyundiradigan natijaga erishgan bir yosh. Undaqda u zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Abdulxabir Muhammad 1990-yili Aqsu viloyatining Kalpin nahiyasida tug'ilgan. Beijing Luxi o'rta maktabining Xinjiang sinfini bitirgandan keyin Amerikaga berib, savdo kasbini o'rganib, bakalavrlikka erishgan. Va Amerika savdo taraqqiyot maslahatchiligi yo'nalishi bo'yicha MBA magistrlik unvonini Nyu-York shtati universiteti Binghamtonning sho'ba maktabida tamomlagan. U ilgari Amerika Yipak yo'li Holt tarbiyalash guruhining bosh yurgizuvchisi. Beijing chet elga chiqish Holt maslahatchilik shirkatining bosh maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tash bilan birga yana Nyu-York shaharlik hukumatning boshqarish taftish bo'limida taftish direktori, Binghamtonning shaharlar birlashma ittifoqida savdo maslahatchisi, Beijing Yangi Sharq ma'arif texnika guruhining moliya bo'limida iqtisodiy taftishlik vazifasini o'tagan. Abdulxabir Muhammad boshdan oxir bir munavvar o'quvchi bo'lib, u Nyu-Yorkda o'qish jarayonida ko'zga ko'ringan xalqaro o'quvchi degan sharafga noil bo'lgan. Shundaqla Nyu-York Bendom madaniyat bayramida Uyg'urlar madaniyatini tonishtirish tashviqot e'lonini ishlab ko'rsatgan. U yaqinda Amerika ABU ma'arif fan texnik shirkati, Beijing ABU ma'arif fan texnik shirkati va Xinjiang ABU ma'arif fan texnik shirkatini qurib, davlatimiz, jumladan avtonom rayonimizning ma'arif ishlariga tegishli töhfasini qo'yish uchun yoshlik bahorini julalantirmoqda. Qanonaqda qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi aziz mehmonimiz Abdulxabir Muhammadni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Abdulxabir. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat inshaalloh. Marhamat. Salomingizni do'stlar bir yo'l o'ting. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Abdulxabir. Hammanglarga mush vaqt xayrli bo'lg'ay. Rahmat Abdulxabir. Siz hozir qadar balkim mushu kamgacha bo'lganlikda nurg'unlagan orzularni ko'nglingizga pukkan bo'lishingiz mumkin. Bugun bizga ilib kelgan temangizga qarsam-mu, yana shu orzu to'g'risida ekan. Bu orzu bo'lsa, Abdulxabir? Mening jungo orzularim va ularga yetish usullarim. Qandoqda sahnimiz sizga qoldi. Marhamat. Rahmat. Men Aqsu Kalpin tug'ilgan. Kalpinni balkim bilisizlar ya berib baxmagan kalpinlik qandaligini deb beray. Aqsu deb shahar va undan 1-2 soat mashina deb basanglar bir yer kirkitisizlar. Ana azroq etizlar bor, azroq tog'li bor, hozir bir necha maktab bor, bir necha bog'chi bor. Tugidi Kalpin shu. Agar sizlar Kalpindan mangu chiqmasanglar, mangu kalpinlik va mangu dehon yoki mangu shu yerda ishlaydigan odam bo'lasizlar. Shunga biz kichikimizdan boshlab bizga bergan ruh cho'qim kalpinni chiqishinglar kerak. Kalpindan chiqayotganda, yurtingdan ayrilganda, anandan keyin kalpinga nima kam ekanligini, nimaga muhtoj ekanligini anis qila olamiz. Shunga meniki birinchi orzuyim albatta kalpindan chiqish bo'ladi. Hamda chiqqandan keyin nega berish. Mening kichikimdan tortib Beijingga bog'lanmoqda. Beijing Jungoninki vatanimizniki poytaxti. Xalqaro bo'yicha nayt cho'ng shahar. Qanday qilib Beijingga berish? Dal shu vaqtda hukumatimizning nayt yaxshi siyosatlari bo'ldi. Ya'ni ishkiri to'liq o'rta maktablarni o'qish degan. Shunga ishkirda to'liq o'rta maktablarga men qanday qilib tirishish orqali yo qanday qilish orqali men Beijingga boraman degan savol keldi. Albatta atam menga sening tug'ilgan vaqtingda put qulansaq, ko'zlaring ro'shan, chiroying bor. Bo'ldi. Sen tan baxtli odam. Qolgan barliq tirishchanlikni ikki qulang bilan keltirsan degan. Men hozirgacha unutmayman. Men albatta nurg'unlarning yordamiga erishdim, lekin bir odamga yordam erishdim burun cho'qim 80% ishni o'zinglar qilib bo'lishing kerak. 20% ishni anandan keyin yordamga talab qilsanglar bo'ldi. Men Beijingga berish uchun albatta tirish boqishim kerak. O 5000-6000 o'quvchidan 2-3 balni tanlaydigan imtihonlar bor. Balkim bir qismning tuqqanlari ya bir qismi o'zinglar ishkirlik to'liq o'tir maktab o'qiyotgan bo'lishing mumkin.
qanda test imtihonligini, qanda borganligini o'zinglar bilasizlar. Men bu tuluqsiz o'qiyotganda 30-nechinchi holatdan tuluqsiz birinchilikdan tuyuqsiz qanda qilib oldingi birinchi ikkinchi bo'limi albatta aytib tirishib ketdi. Demak, mening birinchi orzuyim shakllandi. Kichkimdilar, 10 yosh atrofimdilar. Birinchi qatim men Beijingga berishim kerak. Mayli nima sabab bo'lsa, men Beijingga berishim kerak. Oxiri Beijingdagi Luxo o'tir maktabiga o'tdim. O'tir maktabga bordim. Yangi borganda maktab shunday chiroyli, intayin go'zal ekan. Men xuddi bog'cha o'xshaydi debdim, lekin ma'lumlar qilsam, men aram oldiga ayirimiz o'xshaydi desam, ya bizning maktab debdi, shunday xo'sh oldum. Mana cho'ng fursatga erishganimga. Ikkinchidan bordim. İkinci arzu şekillenişki başladı. Çünkü ben Şinjanlık okuvchilar arasında üzemni inta alaş deb o'ylab buldum. Ben Aksu boyunca birinci, ikinci o'tdim. Ben Beijingga bordim. Mendek adam bormi degandek. Ammo'da da shunday ideya bo'ldi. Balkim yerda ko'rarmanlar va o'tag'anlar balkim universitet o'qiyotganlar bo'lishi mumkin. Ota-onalar yaningda yo'q bo'lishi mumkin. Onda vaqtda masalan men uydagilar mendan so'rashi mumkin Beijingda. Albatta so'radi. Telefon qildi, so'ragan savol nima bo'ldi desanglar, yaxshi tudingmi, tamoq yedingmi, avval yaxshimi? Tugadi. Qolgan sizning maktabda o'qiyotgan dokumentlarni ya maktab uyingizga avatib bermaydi hech kim. Sizlar nima desanglar shu? Shunga albatta har qanday odamga ikki xil tanlash keldi. Biri o'zingni aldab, ota-onangni aldab, "Oy, men bak yaxshi o'qiyapman, tirishib o'qiyapman, ikkinchi o'qiyapman, o'qish mukofot ilib o'qiyapman" deysanglar mumkin. Balkim lekin velosiped tizib topdinglar pulni, lekin balkim o'qish mukofoti deb o'ylab olgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi xil tanlash o'zingizga rostchil bo'lish. Haqiqiy gapni qilish. Men rostchil bo'lib tarbiyalangan. Shunga men avvalimda aytdim, men borgan vaqtda men Şinjanlik o'quvchilar orasida, albatta Qashqar, Xotan, Aqsha hamma yerdan bordi. Men 120 o'quvchi bor ekan, Şinjanlik orasida men 78-chi. Men shundan tadqiq qildim. Qanday qilib birinchi bo'laman? Bizning maktabning attigina 6 dan 9 gacha qarasam 3 soat vaqtimiz bekor ekan. 9 dan 12 gacha hammiz dars o'qiyotganmiz. 12 dan 2 gacha yana 120 minut vaqtimiz bor ekan. Tushdan keyin dars bor ekan, 5 dan 8 gacha yana ixtiyor faoliyatga, 8 dan 10 gacha muzokara vaqti ekan, 10 dan 11:30 gacha yotoqda to'k o'chirilmaydi ekan, 11:30 da o'chir ekan. Men tekshirdim. Meyada atdigan soat 3 soat vaqtim bor ekan, tushda 2 soat, kech soat, oyada qarasam mening kunda oz deganda 5-600 minut vaqtim bor ekan. Boshqalar ya telefon o'ynab, ya top o'ynagan bo'lib, ya bir ishni qilgan bo'lib o'tkazadigan mushtabi kunda oz deganda 5-6 soat vaqt bor ekan. Men shu 5-6 soat vaqtni o'rganishga ishlatdim. Albatta men inglizchani ishkirdiki, to'liq o'tirdiki, nurg'on savodashlar birinchilikdan boshlab o'rgandi. Biz birinchilikdan boshlab o'rganmaymiz. Qanday qilib men 9 yilda ular o'rganib bo'lgan narsani 1 yilda yoki bir necha oy ichida o'rganib bo'laman. Shundan bir tam bor ekan, mushunga o'xshash. Ash tamga aqsqa berib, to'lab atdigan soat 6da chiqdimi? Atdigan yodlaymi, tushda yodlaymi? Men oxirida o'quvchilar maktabda o'qiyotgan butun tekstlarni, hatto siyosat, fizik, ximiya, tarix har qanday oldim kelgan narsaning hammasini tushunmasammi, yodlab, bilganni bildim deyish, bilmaganni bilmadim deyish, bu haqiqiy boylik deganda uni yana uyg'urchaga tarjima qilib, masalan, qadimiy inglizlarni. Shunga hozirga chiqarsanglar, mening inglizcham, xanzucham, uyg'urcham asosan ravon deb o'ylayman. Oxirida men 2 yil mushna saranglarchi desanglar bo'ldi. Men intan pushaymon qilmayman lekin. Bir mezgillar bor, o'quvchilar, ota-onalar, inson tutib korxonchilar, egilik tikluvchilar, har qanday yerdagilar. Bir mezgil bor, cho'qim o'zinglar bu japonni o'zinglar tortishinglar kerak. O'zinglar uxlamasliginglar kerak. Balkim kech soat 4 da uyqunglar kelmasligi mumkin. Chunki sizlar birinchi bo'lmoqchi. Chunki sizlar musaada utuq qozonmoqchi. Sizlar cho'ng odam bo'lmoqchi, millioner bo'lmoqchi, balki bundan cho'ng bo'lmoqchi. Ba'zi qiyinchiliklarni cho'qim o'zinglar boyama o'xshash kundagi saranglar chugunish qilgandek, tamlar verib pashilning ichini so'glab yana yodlagandek, chunki tambayada daraxt va daraxtda pashi va o'michik va ashna yerda o'g'inish qila olishinglar kerak. Agar sizlar odatga odam bo'lmoqchi bo'lsanglar, mayli qanday yasang o'zinglar. Lekin sizlar men kuchli odam bo'lmoqchiga so'rasanglar, demakchi bo'lsanglar, bu Japonni o'zinglar tortishinglar kerak. Hech kim sizlarga tortib bermaydi. Shunga men 2-3 yil orqali mushna o'rganish orqali o'zinglar o'ylab beqinglar. Kunda 7-8 soat, 365 ko'paytirib beqinglar. Kun yilda balkim 2000 soat boshqalardan o'rganish qildim. 3 yilda 6000 soat boshqalardan o'rganish qildim. Albatta, hozirgi darsda o'qiyotgan birinchimi? Albatta keyinda qoldi agar o'rganish qilmasam. Oxirida o'zim o'qimadim, men yillik bo'yicha birinchi o'tdim. Xanzu, Uyg'ur hamma o'quvchilar orasida.
maktab meni Beijing uchun 3 yaxshi o'quvchi degan savollarni qildi, rasmimni choplab, kiyimni nomlashtirib, u ishda aldirmay kelaverdi ekan. His qildinglar? Bir kun ichida chiroyli bo'lib ketdi ekanmiz. Men ko'rdingmi? Chiroyliligimni ko'rdingmi? Bir kun ichida jiq vaqt ketmaydi. Balki 2 soat ketishi mumkin. Lekin mushalatga kelish uchun oldidagi 3-4 yil hech kim balkim tushuntirishning o'rni yo'q. Lekin bugungi sahnada o'quvchilarga ilhom bo'lsin deb men qanchalik qiynalganimni eslaydi deyapman. Bir o'quvchi bir hafta o'rganish qilmasanglar, boshqa o'quvchilar 3 hafta o'rganish keyinda qolasizlar. 3 hafta o'rganish qilmasanglar, darsga yetishmaydigan bo'lasizlar. Darsga yetishmagan sari o'zingizga bo'lgan ishonchmi yo'qaydi, bo'lgan sari ish qo'shaqmaygan bo'ldi. Anadagi maktabni tillaysizlar, uni tillaysizlar, buni tillaysizlar, xizmat topamidi bu. Chunki sizlarda masala bor. Hozir bir kun qarab qo'yinglar. Yaqinda mana shu nurg'un ixtisos xodimlar bilan nurg'un korxonachilarning uchrashuvlari bo'ldi. Ham bo'lyapti. Har qanday korxonaga, har qanday o'ringa ixtisos egalari lozim. Sizlar ixtisos egasi bo'lsanglar, bizning shirkatdan bor, boshqa shirkatdan bor, har qanday yerda, har qanday o'rinda sizlarga xizmat bor. Demak, mening ikkinchi orzuyim amalga oshdi. Men birinchi bo'ldim. Beijingdagi o'quvchilar, ishimiz maktab o'quvchi, Beijing uchun 3 yaxshi o'quvchi bo'ldim. Üçüncü arzuyum şekillendi. Mening partidishim Levan ismi Jilillik Amerikalarga berib, ta'tillarda, yazliq lager, qishliq lager faoliyatlarga berib, menga Amerika tushgan rasmlarini ko'rsatib, Amerikaning bir qism ma'rif ishlarini deb menga ko'rsatdi. Men qanday qilib Amerikaga bordim deb uni so'radik, albatta u menga ko'rsatdi. Intamlari va birisi o'rta maktab diplomi lozim, ingliz saviyang munchalik bo'lish kerak, natijang 85 ta yuqori bo'lish kerak degandek tarif. Hozir hamda biz bu ishlarga mutaxassis, lekin shu vaqtda biz oppoq qog'oz hech nima o'qimagan vazgil. Shundan Shanganga berib intam birisi nurg'un ishlarni degan. U vaqtda yana bir savol keldi. Men hozir birinchi bo'ldim. Balkim sizlarmi ekrandagi va boshqa o'quvchilarimiz sizlarmi bir kun birinchi bo'lasizlar. Shu vaqtda yana bir savol keldi o'zingizga. Mushunga o'xshash chiroqlar pas rasmlarni tortib ko'zingizni, balkim yana boshqa cho'ng orzuni shakllantirgansizlar. Lekin mushunday chiroqlar ba'zida sizlarni qaymoqtirib qo'ydi. Sizlar birinchi bo'lmoqchi, lekin miyada bir xil birinchi bo'ldim, mendekadam bormi, mendekadam dunyoda bo'lsa degan ideya kirib qoldi, sizlar pastga menish boshlaysizlar. Şoň men sual qo'ydim o'zim. Men hozir birinchi bo'ldim. Men birinchi bo'ldim deb turayman, men texmi bir yuqorilab o'rlaydigan fursatlarni izlab boqaymi dedim. Nurg'un intamlarni berib bordim. Hatto Shanganga borgan vaqtlarimda shunda men yotadigan yerning azini izlash uchun hatto bir Shanganda ezib qolmaslik uchun men har xil usulda albatta chirkovladim yetib baqdim. Chunki chirkovda yasam 100 qo'yga. Başqa deyəsən 500 qoy Şanganda. Qandaq qılıb pul tejib, yana azmay bermə Amerikaga. Axırda Amerikaga bordim. Lekin Amerikaga borgan vaqtimda o'zinglar his qilasizlar, u bir cho'ng arzu. Masalan, erkaklar ayni oldida, ha, men degadan bormi deb rasm tushish, u bir arzu, ayt xo'shallik ish. Hatto New Yorkda tikicharligim chiqib baqdim hayotimda. Shu vaqtda ko'zimda yosh ketdi. Men kelpillik bir dehqonning bolasi. Men hozir New Yorkda, va men tikicharning tepasida texe New Yorkni ko'ryaptim. Hazır men ta hayajondaman. Balki o'zinglar meni o'rnimga qo'ysanglar, bir yezdi tog'ning ichidan chiqib, tushukdan shu New Yorkning havo boshlig'ida cho'glab yiqanlar. Ay hissiyatni. O'zimni yana yosh ketdi. Shu vaqtda men dedim, men cho'qim tirishim kerak ekan. Men uyimdan ayrılib keldim. Men cho'qim tirishim kerak. Men cho'qimni texmi cho'ng ishlarni qilishim kerak. Cho'ng yangi bir o't kirdi. Men qanday qilib maktabimda yaxshi o'qiyman. Men qanday qilib Amerikadagi maktabimni qanday qilib hatto baldir tugitaman. Qancha baldir men ish qilishman. Men nima ish qilaman? Nurg'un savollar keldi. To'pida mang'ach. Shunga men o'rganishni boshladim. Men State University of New York at Binghamton, Amerika Qo'shma Shtat Universiteti Binghamton Soat tarmoq maktabida o'qidim, bakalavrilik va magistrlikni. Men o'rganish qilib kunab qopdim. Masalan, sizlar 4-5 yil o'rganish qilib bir tuyuqsiz ya kunda xizmat qilib, bir kuni xizmat qilmay yetib qo'yganlar. Qanchalik ichinglar pushadiganligini. Amerikaliklar bir yaxshiri o'qishni 4 yil bo'lsa, cho'qim 4 yilda bitirasizlar deb yo'q ekan. U Amerikada credit, ya'ni numar bo'yicha, masalan 140 numar bo'lsa, masalan matematika darsi bo'lsa, u 4 numar bo'lsa, 140 numar. Demak, mushuna darsdan bir 30 dan 40 gacha darsni tanlab
4 yilga bo'lib, ba'zanlar bir mavsumda 4 dars, ba'zanlar 5 dars degandek tanlab, o'ziga ixtiyor ekan. Lekin o'rganishning natijanglar 90 yuqori bo'lsa, texnik jiq darsni qabul qila olasiz. Men bir mavsumda 28 nomerlik darsni qildim. Amerika nisbatan intayin jiq. Amerika basanglar qilsa, odatda normal o'quvchilar 12 nomerlik dars qildi bir mavsumda. Men 28 nomerlik. Ya'ni iqtisodiy fanlar, mikroiqtisodiy, makroiqtisodiy, matematika, kassirlik, mablag' silish, egilik tiklash, psixika, hamma darslarni taldim. Hatto usul darsini taldim. Qanday qilib men baldir bitirman Amerikaning talab bo'yicha. Mening nurg'un vaqtda his qilisizlar Amerikaga chiqqanda ba'zida oshqan topolmaysizlar. Ba'zi nurg'un qiyinchilik bo'ldi. Ba'zida osh qilasizlar. Ba'zida o'rganish qilib uyga borsanglar sirtqi do'konlarimiz taqoq. Tayyor cho'p yeysizlar. Chuqum tayyor cho'p yeysizlar. Men tayyor cho'pni qanchalik uzun yedimki, balkim 2 oy yedim tuxumga silib. Lekin bir qatim men tayyor cho'pni itib tayyor cho'pga qarab ko'zimda yoshib ketgan ishqital. Men nima ish qilib yurayim bu yerda bunchalar qil. Men o'zim bunchalar qilib nima qilaman? Men adashlarimdek o'ynab tabaz adimda yursam bo'lmamdi. Men nima ish qilyapman? Xap deb bir o'zimga bir chekinish yo'ldek his qilgan. Bo'ldilar bunchalar tirishmasam bir ish bo'lar. Lekin ertasi maktabga borsam, yahud o'quvchilarniki yana bir o'quvchining egilik tiklab o'qiyotgan mezgilda, masalan, oshxonalarning e'lonini maktab ichiga kirib berib kart orqali har bir kartini $400 har xil usullarni qilib 2 oy ichida million rublni ko'dam. Yana birisining bir ish qilayotganini ko'rdim. Hammalarning bu yer Amerika o'qish muhiti qanday desanglar, hammaydim men o'rta maktabda saranglar o'rganish qildim-ku. Amerikada universitet vaqtida saranglar o'rganish qildik ekan. O tutqili olmaydi ekan ularni. Kechsa 3 ta kitobxonalik odam bor, hayron qilasizlar. Ko'plarini topib, olib asha yetib o'rganish qildi. Hozir apini yegan, bilmani qo'yib olib, yana o'rganish qilaverdi. Siz o'rganishda yaxshi ekanligingiz ma'nosi, u mayli bizning shirkat bilan deydi, masalan, A shirkat bilan keldingiz, biz sizga plan narsani o'rgatdik. Shu zaman 2 kun ichida o'zingizning o'rganish usuli bor, shu bo'yicha o'rganib qila olasiz, ish chiqib qila olasiz. Ba'zidamlar bor, o'rganish yaxshi emas universitetda. Shunga qancha darsni o'rgatdingiz yoki qanday narsalarni o'rgatsangiz, u ishni kunanmaydi. Shirkatingizningki madaniyati qanday, shirkatingizda nima ish bo'ladi, u tadqiqotga kuzatishimiz tuvan bo'ldi o'rganish nachar o'quvchilarning. Yaxshi o'quvchilar shirkatni taraqqiy qildirdi, ham shirkatning cho'ng boshlig'iga aylana oladi. Yaxshi o'qimagan o'quvchilar mangu shu shirkatni qalayim qancha qildi yoki 3 oyda ikkinchi kitida bir achishning to'yi bo'lib ekan, birisining har xil gaplar bilan. Chunki uning har qanday vaqtda bana bor. Mangu bilanglar ojiz odamlar, o'rganishi nachar odamlar, banasi yo'q. Og'rindiganlar, og'izdan setkab chiqilganlar asosan mushada o'ylayman. Shunga har bir o'quvchining, har bir ota-ona, har bir korxonachilarning tirishishini umid qilaman. Boshqa hech qanday sabab bana topmasligini umid qilaman. Oxirida Amerikada bay degandek shu muhitni ko'rdim. Yig'lab baxtim, kulib baxtim, rasm uchib baxtim o'zimni xo'sh qilish uchun. Shunga men 4 yillik universitetni 3 yilda tamomladim, 3 yilga yetmagan vaqtda. Sizlar o'zingizlar o'qiyapsizlar, sizlar 4 yillik universitetni necha yilda tamomlay olasizlar? Qanchalik ham 90 dan tushmay, ham 3 yilda tamomlab qo'yganlar, men sizlarga $5000 mukofot berishga rozi. Chunki sizlar aqlli o'quvchilar. Menga aqlli o'quvchini qo'llayman. Diplomlarimni joyida oldim, vaqtida oldim. Mening savodoshlarim MD o'qish bitiryapti. Men o'qish bitib bo'ldi 3 yil bo'ldi. Magistrlik netda M90 men doktor olaman. Mening savodoshlarim MD o'qish bitiryapti. Chunki mening baldir ish qilgim bor, baldir egilik tikligim bor. Shunga 4-arzu shakllandi, egilik tiklash. Davlatimizmi hozir intayin qo'llayotdi egilik tiklash, yangilik yaratish. Chunki egilik tiklaganda biri ishsiz o'quvchilarni yoki jamiyatchilarni ish qo'rlashtirib bo'ldi. Davlatning besimi tuvallaydi. Ikkinchidan balkim u korxona nurg'un odamlarga moddiy va ma'naviy boyliklarni akilish mumkin, qulayliklarni yaratish mumkin. Egilik tiklash degan nima? Jamiyatda bir masala bor. Uni qanday unumli holda uni bartaraf qilish, qanday bir masalani bartaraf qilish. Masalan, biraylar yaqinda egilik tikladi. Sizlar gazir chiqishga amroqmi? Nurg'unlar amroq. Chunki Jungoda gazirninki tonnasi dunyo bo'yicha eng yuqori. Yetishmaydi gazir. Gazir chiqish hammamiz amroq. Gazir chaqqanda telefon o'ynash hamroq hatto. Gazir chaqqach
film köge texmamraq, shunaqmi? Qanday qilib ham gazir chiqishni, ham telefonni, masalan, gazir chiqqanda telefoningga tushib ketadi, yo gazir olib ketadi, bir ishingni pishib ketadi. Qanday qilib mush masalani bitirib qilish? Biraylan yasabdi ishkirda. Gazir mundaq bir qop, an ichida mundaq bir qepi bor. Anma ikki tarafida telefon qo'ya olasizlar. Har qanday telefonga mos keldi, cho'ng kichik. Shunga gazirni to'pisga qo'yisizlar, uning oqisqa telefoningni qo'yisizlar, egizroq chiqadi, ostiga axlatini qo'yisizlar. Vaqtda odatda xoshiyoga axlatni qilib telefoningni tutib kelmasa, bequlongni tutib qulongni yerib ketib, yana gazirni bundoq qo'y. Masalan, uchini birlashtirdi. Uni 12 taldan 12 ko'y qilib setibdi. Bir necha kun ichida 1 million olatdi. Bir necha kun ichida 12 million topdi. Nim degan gap? Jamiyatda bir masalani bayqashinglar kerak, igilik tikliguvchilar. An shu masalani qanday unumli holatda bitirib qilsanglar, xalq sizlarga pul to'laydi. Uni setib oladi. Shu igilik tiklash degan. To'rtinchi shu meniki orzuyim igilik tiklash qanday shakllanadi desanglar, men universitet o'qiyotganlar, kassirlik o'qidim, mablag' silish o'qidim, ham New York xalq hukumatida taftish o'pishildim. Mening xizmatim nima desanglar, Amerikadagi taftish nima desanglar, masalan, qaysi doktorxona, hukumatning doktorxonasi oqmayotdi, uni qanday taqaymiz, necha pul tepadi, necha pul ziyon bo'lib ketdi, taqaylar buni. Su idorasiga boramiz, bu su idorasi suv jiqchi ketibdi, buni qanday bitirib qilamiz? Ma'rif idorasiga berib, maosh jiqib ketibdi, bularga qanday qilib maoshni azaytimiz deganga o'xshash xizmatlar. Bu ishning qanchalik g'o'rigil ekanligini his qildim. Shunga men maktabga qayta igilik tiklash kasbida o'qidim. Mening magistrik kasbim igilik tiklash. Shunga igilik tiklamoqchi o'quvchilar bilan albatta paranglashni xohlayman, sizlar bilan sherik bo'lib ish boshlashni xohlayman. Shunga men igilik tiklashda Amerikada nurg'un igilik tiklash musobaqalarida qatnashdim. Ham bu ishga borgan sari yaxshi ko'rdim. Masalan, Amerikada ikki xil igilik tiklash usuli bor. Biri boshqalar sizlarga mablag' soladi, yana birisi sizlar yaxshi ideyangni isil holatda boshqalarga masalan, miyada nurg'un baylarga karxancha o'ta deyli, men igilik tiklaguvchi yosh deyli, men ideyamni intaysillikni ular rozi bo'lsa, men ideyamni sota olayman. Albatta mening Amerikada qog'im yo'q. Bilimni dunyoning har qanday yerda o'qisak bo'ldi, lekin davlatimizga ixtisos egalari intayin kam. Hammamiz chet el turib olsak, bu yerda masalan, bu yerda bir axlat bo'lsa, men chet el turib olsam, axlatni supuramayman. Men chuqum elib, qo'limda axlatni elib, ya'ni chuqumga axlat sanduqqa sag'anda, ammiya go'zal bo'ldi. Şuna bilimni dünyanın nerede olsa okusanglar bo'ldi. Qaytib kelishingni umid qilaman. Davlatimiz Şinjan ixtisos egalari intayin muhtoj. Men igilik tiklaganda shu ikkinchisini tanladim, chunki men qaytib kelishni tanlab bo'ldim. Birinchi igilik tiklash temamiz bosh temi mehmonxonasi. Masalan, may ko'rsanglar, xuddi may ko'rsanglar Amerikaning New Yorkga borgandek, yana bir ko'rsanglar Qashqarga borgandek, yana bir ko'rsanglar Parijga borgandek, mushu ideyamizni shunday isil qilib, kelgusidan biz cho'qim igilik tiklaganda 5 yil, 10 yillikni ko'rishimiz kerak. Kelgusida bunday narsalar haqlar sirtqi chiqishi yo'q, lekin shu o'zining davlatida dunyoga borgandek his qilib bir narsa cho'qim modul deb o'ylaymiz. Shunga buni loyildik. Bu ideyamizni $8,000 ga sotdik. 4 o'quvchi birimiz $2,000 topdik. Yana bir qatim ayollarning kiyimini sotgan to'rbekatlar intayin jiq, lekin erlarniki oz. Shunga biz erlarniki kiyimini texmi yangi holatda kiyimni kiymay turib, lekin ichiga biz kiyimimizni bundan olti deb bersak, sistemaga bir sistemani doğruduq. Sistemi deb bersak, bizga tayyor qilib holatda keldi. Hozir Nurg'oyada moda bo'ldi. Ba'zi yerda amallashmadi bir qism korxonalarda. Kiyimni holatda ifodalash. Buni biz $7,000 ga sotdik. Shuna o'xshash nurg'un igilik tiklash musobaqalarida qatnashdik. Shunga borgan sira men igilik tiklashga qiziqib qolganligimni his qildim. Oxirida intan qo'shildim. Shunga 4 yilda universitet o'qiyotgan o'quvchilarniki agar igilik tiklamoqchi bo'lsanglar, cho'qim kuzatishga moyil bo'linglar. Nima masala bor jamiyatda? Qaysi ish texib bitirib qilinmadi? Yangilik yaratish intayin tez. Lekin uni azroq yaxshi qilish oson. Masalan, bir ishni haq qilib bo'ldi, uni azroq yaxshi qilib qilsanglar, balki yasalnikin setib oldi. Shu mushtarabni o'ylashingni umid qilaman. Oxirida biz ABU ma'rifini qurdik. Hozir 4 shirkatimiz bor. Amerikada Ohioda, Amerikada New Yorkda, Beijingda, Urumchidagi chet elda o'qib kelganlarning tiklash bazasida 4 yerda bor. Oxirida 4-orzuyim ish qochdi, igilik tikladim. Men korxonchi bo'ldim.
Demek men karxanchi bo'lgan vaqtlarim, demek şu 2 yil bo'ldi. 20 necha yoshga kirdim, shunama. Endi bu 3 yil nima ish bo'lyapti? Albatta, bir odam to'xtab qilish olmaydi. To'xtagan kuni bosh dedim-ku, o'rganish qilmasanglar, keyinda qolasizlar. Shunga men nurg'un bilim o'rgandim deb o'yladim, nurg'un yani ko'rdim, Meksikaligim bordim, jiq shaharni ko'rdim, nurg'un narsani ko'rgansizlar, his qildikansizlar. Shunga men bu his qilganlarimni kitob holatda bahrilanishni xohladim. Shunga men hozir 6 ta kitob yozdim. Lekin sirtda texnik ko'rmagan bo'lishi mumkin, chunki astaraq besilvatıdı. Şu 5. arzuyum kitap yazış. Belki ben jiq kitaplarını yazışım mümkün. Hazır şu 5-6'sı oldu. Lekin o'zing bilasizlar, kitap yozish uchun juma akşamları, shanba akşamları men o'yin qilib olmasligim kerak. Amerikada bir gap bor. Hey my friend, I didn't see you in the club. Deydi. Hey adashim, seni men Juba deb oldi, ko'mdim qo'ya klublarda. U nima deb javob berdi? Qarshi taraf millionerga aylanib qolganlik uchun Hey, yes, but I didn't see you in the bank. To'g'ri, men seni bankada ko'rmadim. O'xshash gap. Mening kallam bekaddi. Men millioner bo'lg'imba, mening cho'ng odam bo'lg'imba, men shuning uchun tirishiman. Kallam intayin addi. Nishonim meniq, sizlarning meni qo'ysa, sizlar mana shunday qila olasizlar. If I can, you can too. Şu men qila olganimni sizlarning qila olasizlar. Hatto mening opam 60-72 idi. Opam hozir ingliz o'rganib o'tadi. Chunki opam kelgusi sayohat qilib qolsa, u Burnenada yoki oshxona deganni tarjima ketmasligi mumkin. O'zingning turmushini o'zinglar oson qilishing kerak. O'zingning hayotini o'zinglar kontrol qilishing kerak. O'zingning kelgusini o'zinglar yaratishing kerak. O'zinglar millionerga o'zinglar aylanishing kerak. Chunki iqtisodiy ahvoli kuchlanganda boshqalarga yordam bera olasizlar, jamiyatga yoki nurg'unlarga ya'ni qila olasizlar, yaxshilarni tehim qila olasizlar. Albatta 5-arzuyim azroq ish qo'shdi, ya'ni kitoblarni yozyapman. Bir narchisi bitdi, bir narchisi bitaydi de, ya'ni qolganlarni yozyapman. Kitoblarim orqali o'quvchi ota-onalarga yangi yo'llarni ko'rsatib, birlikda nurg'un egilik tikliguvchi, nurg'un yoshlarga ulgu bo'lishimni ham birlikda sherik qilib, nurg'un shirkatlarni qurishni xohlayman. Rahmat sizlarga. Mana yuqorida biz Abdulxabirninki, ya'ni 90-yili tug'ilgan bu yoshninki nutqini anglagandan keyin menimcha ekran oldidagi yoshlarimizmi boshqacha bir xil ilhomlarga to'lgan bo'lishi mumkin. Undaqda Abdulxabir oldi bilan biz naq maydondagi mehmonlarning bir savolini ko'rib boqaylik. Birinchi savolimiz bo'lsa, sizning Beijingda qilib egilik tiklishingizmi ota-onangizning orzusi bo'yicha bo'lganmi yoki o'zingizning tanlashi bo'yicha bo'lganmi? Beijingda egilik tiklash albatta o'zimizniki raisi. Albatta men uydagilar bilan maslahat solaman, chunki bizning uydagilarimiz zanjirsimon tanlov bozori qilyotidi. Undan boshqa bir qism savdolarni qilyotidi. Lekin bizning oila intayin erkin oila. Har birimizning ayrim orzusi bo'lsa, mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, hammamizning orzusi bo'lsa, shu orzu uchun hammaylar bütün kuchimizla yordam beradi uyda. Shunga mening Beijingda qilishimdagi sababmi Beijingda ma'rif madaniyatning markazi, nurg'un cho'ng faoliyatlar ishlarimiz Beijingda bo'lib turdi. Men quvvatga ishmi shu xalqaro bilan Jungoni vatanimizni ulaydigan ishlar. Shunga men cho'qim Beijingda tursam, balkim faoliyatlarga berish, ishlarni tezroq bitirib qilish, eng yangi fan texnik uchurlardan, ma'rif uchurlardan bo'lish uchun men cho'qim Beijing turishim kerak. Shunga men bu ota-onam meni qo'lladi, o'zimning ra'yi. Ikkinchi savolingiz. Oliy maktab imtihonida dars shuncha yaxshi o'quvchilarmi, o'sha imtihonni o'tamaydigan ahvollar bor ekan. Sizningcha oliy maktab imtihonidan o'tamagan o'quvchi nachar o'quvchi bo'lib hisoblanamdi? O'quvchining balkim ko'ngildagi ro'yi saposiniki tuvanligini bildirdi. Balkim yangi bir qiyinchilik yo'liqsa asan voz kechirgan, jiddiylashib ketgan, tamtirab ketgan, mana har xil mandalatlar yoki mas'ul amidu, bimidu, simidu yo bir xil qayta o'ylayveradigan. Birinchi hissiyotning kuchli emasligini bildirdi. Yana bir sababdan mashqning ozligini bildirdi. Qancha mashq qilsang, u mukammal bo'ldi degan gap. Shunga oliy maktab o'quvchilari bo'lsin, o'rta maktab imtihonida bir g'alla bo'lsin, cho'qim imtihonining savolining mashq savollarini 50 qatim, 100 qatim, 1000 qatim ishlash kerak. O'qishmagan savollarni, balki Sichuanning savolini, Shanxayning savolini, Uyabiyaning savolini to'xtamay ishlash kerak. Andan keyin savolni bo'z qo'ymaygan, imtihon bo'lsin qo'ymaygan bo'lib ketadi. Shunga to'xtamay mashqni jiqishni umid qilaman. Undaqda hamda 3-chi savolingiz bo'lsa, biz kamtarlikni go'zal axloq deb qaraymiz.
Sizdan so'rab baksam, qarasam sizda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz shunchalik yuqori ekan. O'zingizga bo'lgan ishonch tufayli boshqalarga bir xil ko'rangligandek ta'sirot qoldirib qo'ygan vaqtlaringiz bo'lganmi? Chuqur bir ishni bilib olishimiz kerak. Sizni qo'llaydigan odam, sizni tushunadigan odam mangu tushunaverdi, mangu qo'llaverdi. Sizni yoqtirmaydigan odam chiroyli kiyinsangmi yoqtirmaydi, pul bersangizmi yoqtirmaydi, yana sizni tillaverdi. Shunga masalan men o'rta maktabda o'qiyotganda hamma meni sarang u bu deb tillaverdi. Chiroyim qilib tillaverdi hatto. Chunki men o'rganish qilsam olmaydi. Shunga men tillasimi karimiz yo'q, uni qismimiz yo'q. Lekin kamtarlik to'g'ri. Kamtar degan gap hammadamni tuvan ko'rish emas. Lekin yosh vaqtimizda sen o'z chiqishimiz kerak. Chunki bu bilgan odam chiqadi. Bilmasa chiqadigan so'zlash uchun bir narsa bilish kerak. Bir narsa qilib boqqan bilish kerak. Korxonchilar yoki cho'lponlar yoki boshqa nurg'un jamiyat natija qozonganlar beshida o'zi uchun qildi, barbara xizmatchi odamlar va nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Qallis o'ylaydigan 5, 6, 7, 8 bo'ldi. Sizningki bir bo'lgan bilan. Şuna belki siz gap qilayotganda balki yana bir ishni o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Shuna javob to'g'ri, udil kelmagan bo'lishi mumkin. Shuna uni akavr ekan, meni ko'zgilmada balki maqol yozmay, shu vaqti chiqqanda qayta siz bilan yana ko'rasiz bo'ldi deb o'ylayman. Undaqda endi yoshlar vakilining zodi qanday savoli bor? Birlikda anglab boqaylik. Qani, marhamat. Assalomu alaykum Abduxabir. Men Fan omlashtirish jurnallari nashriyatidan Nurshat Abdurasipolman. Mushu Bejondagi to'liq o'tir maktabda o'qishingiz sizning hayotingizdagi mushu muvaffaqiyat qozonishingizda alohida bir rol o'ynagan deb qaramsiz? Albatta, men Jungo orzularimning orasidagi birinchisi shu Bejonga berish. Shunga bu albatta mush faoliyat orqali intay rahmat aytamiz, partiyamizning mushunday yaxshi siyosatlarning bog'liqiga. Agar men ishkirga bormay, to'liq o'tirga bormay, balki boshqa yerda o'qigan bo'lsam, balki men yaxshi odam bo'lishim mumkin-di. Lekin men shu 4 yil o'tir maktab o'qiyotgan mezgilda nurg'un siz degandek qiyinchiliklarga o'zim uchrab boqmaymi degan qiyinchiliklarga uchradim. O'rganish usullarini tadqiq qildim. Qanday qilib o'zimni yolg'iz tashlab qolsam, o'zimni zeriktirmaslikning usullarini bayqadim. Shunga men 4 yillik bu o'tir maktab hayotim mening intayin qimmatli ham hayotimga cho'ng ta'sir ko'rsatgan bir vaqt deb o'ylayman. Rahmat. Abdulxabir muallim, men Şinjan Yizilik Universiteti Xalqaro iqtisod va sovet kasbining o'quvchisi Abdug'ani bo'lim. His qilishimcha, bugun sizning nutqingizni anglab, sizning o'zingizga ishonadigan intay jushqun bir xarakteringiz borligini his qildim. Sizning bu o'zingizga ishonadigan bu xil xarakteringizni qanday yetildirgan, shuni bilgim keladi, so'zlab bergan bo'lsiz. Rahmat. Abdug'ani savodishimizga qarsak, azroq o'zi jiddiylashish kayfiyati bor ekan. Hamda bunday jiddiylashish kayfiyati shu o'ziga bo'lgan ishonchning kamchiligida, shuning o'ziga loyiq keladigan savoldan birini so'rabdim. Bunday bir ish qilaylik. O'ziga ishonadigan Abdulxabir ustoz, ya'ni o'ziga ishonmaydigan Abdug'ani savodashqa bir qanday qilgan vaqtida o'ziga ishonadigan bunday bir kayfiyatni hosil qilgan bo'ldimi? Shunday maydon bir sinaq ilib baqsaq qana xular. Bo'ldi, qilaylik. Qani, alqishlarimiz bilan Abdug'anini taklif Albatta nurg'unlar o'ziga ishonmaydi ekan. O'ziga ishonishning usullari intayin men o'zim o'ylagan bir necha usul bor, 5 xil usul bor deb o'ylayman. Oldingi 4 qisqa muddatlik, balki 1 yil asqatish mumkin. 5-inchisi mangu asqatadi. Birinchi usul o'ziga ishonishni to'ldirishning usuli. Yig'in ochganda, faoliyat qilganda va boshqa dars o'qiyotgan har qanday vaqtda chuqur birinchi rat o'ltirishing kerak. Birinchi ratda. 2-chi, 3-chi, 5-chi, 6-chi emas. Chunki qancha oldi o'ltirsang, shuncha ruhliq tursa, gapning hammani eng yaqin holatda anglay olsa, energiya eng yaqin hatto balki shunga o'xshash quchoqlashga erisha olsa, gulvoz 5li sovg'at qila olsa, 5-da senga fursat keldi. Fursatga qancha jiq erishsang, shuncha ruhliq tursa. Shunga bu birinchi usul. Shunga o'ziga ishonishni to'ldirishning birinchi usuli yig'in ochganda, dars anglaganda chuqur birinchi rat o'ltirish kerak. Ikkinchi xil usul, u texi moddiy. Chuqur bu ish qiziqarli bo'lsa, kulishing kerak. Hargiz yolg'ondan intan qiziqarli bir jumla aytib berdi birisi. Bak qiziq. Kulib telqib qilay deb qoldim. Lekin ba'zanda ba'zi o'quvchilar bunda tumas kerak. Aşı o'quvchilar odatda o'ziga ishonmaydigan o'quvchilar. Chuqur hammasi kulishing kerak. Ha, kulding. Mushlar kulishing kerak. Ko'rdingmi? Yaxshi. Ma'u ikkinchi xil usul. Chuqur kuladigan ishni ko'rganda kulish kerak. Albatta uchinchisi nima bo'ldi? Qayg'uliq, seni ko'nglingni yerim qildigan qiz do'sting masalan ayrilib ketsa,
yig'ilishing kerak yoki biror do'sting azob bo'lsa yig'ilishing kerak. Ko'ngling yerim bo'lish, haqiqiy yerim bo'lish kerak. Yoki uningda kulib, unda emas. Chuqum ko'ngling yerim bo'lish kerak. Ma'nisi nima? Bu ikki xil usulning o'zingga rostchil bo'lishing kerak. 4-xil usul. Bu odatda hammamiz yo'lda mangamiz. Lekin ba'zilar asta mangadi. Darsga mangsa mangadi. Ne bo'lsa, qilib. Asta manga odam yo'lda uxlab qolishi mumkin. İkinchisi bağın sır özgü bo'lgan tushkunlish kayfiyati chiqib ketadi. Shunga buni yengish uchun qanday qilamiz? Cho'qim yo'l manganda vas mengishing kerak. Men bilan tang meng poqa. Bunda qilaylik, ishkanlar ash ustidan mengib tushamiz. Ha, bildim. Motordek mangla. Siz mangjima? O'g'an bo'lma? Ha. Gum. Ha, yaxshi. Very good. Good job. Yaxshi qilding. Bu mana 4-xil usul. O'ziga ishonch yetildirishning. Men bu usullarning hammasini qilib boqqan. Bu 4-xil usul silni bir 2-3 oygacha, balkim uzoq davomlashsa 1 yilgacha ko'taranki qildi, ruhli qildi. Xili kunab bo'lasizlar. Xili, shu qo'ldim jimoamda degan bo'lib bo'lasizlar. Lekin 5-xil usul mangulik usul. Har qanday so'rindan qo'rqmaysizlar, har qanday faoliyatni qo'rqmaysizlar, sahna bo'lamdi, har qanday ish, imtihon bo'lamdi. Uni nima desanglar? O'rganish qilish. O'rganish qilish sizlarni mangu ishonchi tug'izdigan narsa. Bir son tutinglar, bir kesibni tutinglar, tadqiq qilinglar, o'rganish qilinglar, usta bo'lib ketinglar. Sizlardan savol so'raydigan bo'lib ketsin. O'rganish qilish. Bu 5 xil usulni sizlar bilan bahrlandim. Men Şinjan Sanat İnstituti diktoriyatsichilik kasbining o'quvchisi shundaqla bugungi ular shundaq deydi programmasining yoshlar vakili Gulxumar Erkin. Davlatimizning zodi mushu chet elda o'qib kelgan o'quvchilar qarta qandaq yaxshi siyosatlari bor. Albatta, chet elda o'qish hamda nurg'unlarga bir oson bir yo'l bo'lib qoldi. Yuqoriga o'rlash va xizmat ya sayohat nurg'un ishlardan ko'rib kelib qo'yadi. Davlatimizning hozir siyosatlari intayin yaxshi, ham davlatimiz intayin kuchli taraqqiyot qilyapti. Dunyo bo'yicha iqtisodimi oldin qatorida turdi. Hamda bu oldin qatordagi iqtisodni tutib turish uchun nurg'un ixtisos egalariga muhtoj. Baymo biz nutqdimi deb o'tdik. Bilimni Ay sharda ulamda, Amerika ulamda, har qanday yerda bo'lsa elishimiz kerak. Lekin bo'lsa qaytib kelib davlatimizni taraqqiyot qildirishimiz kerak. Igilik tikluguvchilarga, masalan, Amerikada o'qidi, Angliyada o'qidi, ya bir davlatda o'qidi, davlatimizning ma'rif sistemasi e'tirof qilgan maktabdan birisida o'qish kerak cho'qim. Maktabda o'qidi, to'm bo'lganda bakalavr bo'lish kerak, magistr bo'lsa tek yaxshi, doktor bo'lsa ondan yaxshi. Ularningki birinchidan igilik tiklayman desa, ularga eng az deganda 300 ming, bo'lmasa 1 milliongacha pulni o'zininki yozgan savdo planiga asosan hukumatimiz pulni beradi. Sizni igilik tiklashga yordam berish uchun. Chunki siz igilik tiklaganda siz chet eldan yangi bilimni keldingiz, hamda nurg'un odamlarni ish qo'llashtirasiz, davlatga bo'lgan tuhfa bo'ladi. Ikkinchidan, nupus o'rlashtirishni qo'llaydi. Agar siz magistr atrofida doktor bo'lsangiz, undan tezroq, agar magistr bo'lib, ham baribir bir qism fan texnika kasblarda o'qisangiz, qayerdasangiz shu yerga nupusingizni o'rlashtirishga osonlik ishlari bor. Nupus o'rlashtirishda. Hatto bolalarningki billa bo'ladi. Maktablarga o'rlashtirish jihatda siyosatlari intayin yaxshi. Uchinchidan, xizmat tepish jihatda yanalar chet elda o'qib kelganlarningki, mayli keyin chiqsin magistrga yoki doktorlikda chiqsin, o'zining ahvolini tunishtirib bo'lib puxta qilib. Ularga bo'lgan xizmat beshliroq bo'ldi. Hukumat organlari ularni o'rlashtirdi. Bir qism shaxsiy shirkatlarga chet elning texnikalarini bilgan. Masalan, yezigilik chorvachilik deyli. Masalan, Angliyaning yoki nurg'un yezik texnikalari bor. Shuni bitirib kelganlarmi, ularni beshtilishni xohlaydi. Shunga amaliyotda bu jihatlarda fursatlar intayin jiq davlatimizda. Amaliyotda chet elda o'qiganlarningki davlatimiz qaytib kelib, mishadagi yaxshi siyosatdan foydalanib o'qisa, mishad ish qilsa intayin yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Ben Şinjan Üniversitesi Axbarat Taqitish İnstitutining o'quvchisi, shundaqla bugungi programmaning yoshlar vakili Mirzat Mahmud bo'laman. Yoshlarimiz ichida igilik tiklash qizg'inligi ko'tarildi, lekin ularda igilik tiklash uchun eng dastlabki mablag'
bir eng cho'ng bir masala bo'lib qoldi. Birinchi shirkatingizni qurishdan burun tunji mablag' masalasini qanday hal qildingiz? Shundaqla shirkatingiz qurilgandan keyin iqtisodiy nima qanday bo'ladi? Rahmat. Rahmat. Birinchidan men chet elda o'qigan o'quvchi, chet elda men magistrlikni oldim. Shunga davlatimizning siyosatlari bizni intayin qo'llashlar bor. Shunga men birinchi qatimliq igilik tiklashga 300 ming ko'y pulni mana hukumatimiz iqtisodiy yordam holatda berdi. Chunki lekin buningga nihoyat yaxshi so'da plan bo'lishi kerak. Aniq yozilgan, nima ish qildigan, qanday ishlarni qilgan tartibi, ham necha yildan keyin qanchalik ishlarni yaratqudak plan intayin aniq bo'lishi kerak. Anandan keyin erishalaysiz, quruq bo'lsa bo'lmaydi. Bu bir gap. Şu an meningki manga nisbatan igilik tiklashdagi birinchi pulni biz hukumatimizdan oldik. Ikkinchi, mening savodoshlarim bor. Amerikada o'qimagan, chet elda o'qimagan. Ular hozir, masalan, Beijingda, Shanxayda igilik tiklayotdi. Ular ikki xil. Biri, agar u texnik ishlari kompyuterda qildigan ish bo'lsa, nurg'un maktabning o'zining hozir igilik tiklash bazasi bor. Aşağıda kompüter haqsiz, zalla haqsiz, fəaliyyət qilmədisi haqsiz, işxananın, universitetlər, işxananın hammasi haqsiz. Demək, 1-200 min koy işxanalarını bizəb qıldığan pullar tijilib bol degan gap. İşli qısınız bol degan gap. Demək, 200 min koy tijidiniz, 200 min koy tapdınız degan gap əməliyyatda. Şuna bu bir xil usul. Məktəb işçide igilik tiklisiniz, nurgun 100 min koy icari pul tijildi. Üçüncüdən, hazır igilik tiklash musobaqalari her bir aylarda buluvatıdı. Şinjan'dan buluvatıdı, Şanxay'dan, mektep işinden buluvatıdı. İlgi tiklash musabıqlarıga nurgun çoğun soğudigerler ve hükümetimizden rehberleri katlaşıdı. Eğer sizden düşündürüp ekranda ulağa, mındamda iş qilma, mındamda planım var, mındamda soda, mındamda cemiyet mesele var ki, ben onu mındamda bitirip qildim, 5 yıllık mındamda pul tapma diye eniq planınızı qayıl qila alırsanız, ula hazırla, yani 200 min koya, 500 min koya taşlaydı. Belkim aran 20% pay huquqiga şirkatingizning. Şuna sizlar, menda pul yo'q, shuni ish qilmadim deb o'ylamanglar. Bularmi yoshlar, hergiz men oshxonachiman, bino solimi degan ma'volqi. Hammadan bir qism udul desak, hammadan qila oladigan-dek ko'rinadigan ishni qilmay, balkim fan texnika orqali qanday ishlar bor. yoki bir narsa yasab baydadim-ku, gazir chiqib, telefonni qo'yash. Hammamiz kallimiz kelmagan, ay kallis keldi. Bir şikayet içinde 10 neçə milyon tapdı dedim o. Şuningdek yana nurg'u ishlar bor masalan. Shuni igilik tiklik uchun cho'qim tadqiqot, kuzatish nimasi yuqori bo'lishi kerak. Shunga siz puldan ansirmay, ideyangizdan nima qilma, qaysi masalani hal qila oladimi deganni o'ylasangiz, sizga nurg'un qo'llaydiganlar chiqadi. Hatto menmi. Rahmat. Men Şinjan Universiteti Usul Axborot tarqatish instituti Diktoriyasizlik san'at kasbidan İbrahimjon, sizning beshingizga nurg'un qiyinchiliklar kelibdi. Siz bu qiyinchiliklarni yengibsiz. Sizning mushunda qiyinchiliklarni yenga olishingizda jug'rafiyalik sharoitingiz mushunda ta'sir ko'rsatdi deb qaramsiz. Kelpining sharoitini o'zingizlar his qildinglar. Har xil sharoitlar. Bu yerda shu qum to'pa, kalkun, suv, tuzliq suv degandek mishna yerlar. Bu yer turaversak, mangu dehqon bo'lishimiz mumkin. Lekin biz kelpinlikni tirishib, shu kelpinni go'zal qilish uchun tirishyapmiz. Chunki biz hammamiz yurtimizni suyadigan xalq. Mening nazarimda ikki xil odam tirish bilinish kerak. Biri boyning bolasi. U cho'qim tirish bilinish kerak. Uning hamma sharoiti bor, yaydisi bor, maktabdisi bor, o'qish pul to'lay oladigan ota-onasi bor, hammaning bor. Cho'qim yaxshi bilinish kerak. Chunki ota-onasining boyligini bu yaxshi o'qimasa, ota-onasining boyligini vayron qilish mumkin. Shunga birinchidan boyning bolasi cho'qim yaxshi o'qish kerak. Ikkinchidan cho'qim kambag'alning bolasi, sharoit nachariyaning bolasi Bulapmı biz Şinjanlik o'quvchilar cho'qim tirishib o'qishimiz kerak. Chunki biz tirishib o'qisak, balkim kelgusida oilamizni gullantira olishimiz mumkin. Oilamizni ular tushidimi erishib baxmagan, biz erishib baxmagan kunlarga erishtira olishimiz mumkin. Shunga bu ikki xil odamlar cho'qim tirishib o'qish kerak. Albatta, Abdulla Xabirning bugungi mana shu nutug'idan, o'zining beshidan o'tgan shu ish izlardan biz shuni his qilib oldikki, odam tug'ilgandan tortib toki o'lguchi bo'lgan orliqda, ya'ni hayotidan ayrilgangacha bo'lgan orliqda o'rganishni to'xtatib qo'ymaslik kerak. Biz kelgusimizda qanday yaratamiz? Buni hammalar o'ylashib beqishimiz kerak. Eng asos, ya'ni biz qilishga tegishli burish bo'lsa, o'rganish, yana o'rganish. Rahmat Abdulla Xabir, bugun intan yaxshi bo'lgan nutqni so'zlab berdingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ular shundoq deydi programmasining bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.